Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan har doimgidek Dilisi Uralov kanal bo'ladi. Bugun sizlar bilan Dream Draft'da 40 ta olmosga juda ham chiroyli tarkib yig'ishga harakat qilamiz. Videoni oxirigacha ko'ring va like va obuna bosish esingizdan chiqib ketmasin. Qani bo'lmasam hozir bu Dream Draft'da siz bilan birga ochishni boshlaymiz. O'sh orada internetim qotib qoladi. Bu muammolar uchun sizlardan uzr so'rayman. Hozir sizlarning 1-2 sekund vaqtingizni olishi mumkin. Ayni video olayotganda hozir ishlamay qolgan. Har doim ishlardi lekin. Xo'sh, hozir ishladi. Bunisi 40 ta olmosni ishlatib biz bu yerda taktika 4-2-2 taktikasini ishlatamiz va kapitanni qarang, kim chiqib turibdi. Kapitanni qarang. Holland, Erling Holland. Manchester City hujumchisi Holland va darvozabon Real Madrid darvozaboni Thibaut Courtois. Juda ham chiroyli seyflar va juda ham chiroyli o'yin ko'rsatyapti. Xo'sh, chap qanot himoyaga Guardiola, yana Manchester City o'yinchisi, juda ham yaxshi o'yinchi Guardiola ham. Xo'sh, markaziy himoyaga Ruben Dias ham chiqib turibdi. Menimcha eng yaxshisi Ruben Dias bergan. Yana Manchester City o'yinchisi. Voy, bu yerga esa Gabriel juda ham yaxshi, lekin o'ng qanotga yaxshi futbolchilar chiqmadi. Mayli, bu yerda Molinani tanlaymiz. Xo'sh, yarim himoyaga Soboslay. Men bu yerga albatta Soboslayni tanlayman. Xo'sh, yana Manchester City o'yinchisi, juda ham chiroyli o'yinlar ko'rsatayotgan Bernardo Silva. Yana Manchester City o'yinchisi chiqdi. To'g'risi bu yerda. Menimcha bu yerda hammasidan yaxshi Ilkay Gundogan bo'lsa kerak. Ilkay Gundogan juda ham yaxshi o'yin ko'rsatadi. Yaxshi o'yinchi. Xo'sh, bu yerga menimcha yana Manchester ikkita juda ham yaxshi o'yinchi chiqdi. Lekin men bu yerga Marmush emas, Fodenni tanlayman. Bu yerda esa hujumchiga yaxshi hujumchi chiqmadi. Bu yerga mayli Nunes tanlayman. Zaxira darvozabon Meynan va zaxira himoyalariga chap qanot himoyaga Robertson tanlaymiz albatta. Robertson yaxshi bu yerdagi ko'p futbolchilardan. Xo'sh, bu yerga Trossard. Menimcha Trossard ancha yaxshiroq menimcha. Xo'sh, bu yerga Inaki Williamsni qo'yamiz. Atletik Bilbao o'yinchisi. Bu yerga Nicholas Jacksonni qo'yamiz. Xo'sh, mana do'stlar, o'zlaringiz ko'rib guvoh bo'ldingiz. Juda ham chiroyli o'yinchilar yig'ildi. Endi sizlarga chiroyli o'yin ko'rsataman. Albatta like, obuna bosish esingizdan chiqmasin. Sizlarga agar like va obuna bossangiz, bundan ham chiroyli o'yin, chiroyli videolar chiqarib va qiziqarli videolar chiqaraman. Xo'sh, bu Dream Draft'da ko'proq bizda Manchester City o'yinchilari yig'ildi. Hollanddan boshlanib Guardiola, Diasgacha juda ham chiroyli o'yinchilar yig'ildi. Albatta hammalaringizga videoni ko'rganingiz uchun albatta rahmat aytaman. Obuna va like bosish esdan chiqmasin. Hammaga xayr. Sizlar bilan Dilisi Uralov bo'ldi.